Menga chig'dan bo'lsa, menga to'qligidan, yangi so'zligidan. Hot Lunch ta'mi o'zgacha mazali. Assalomu alaykum do'stlarim. Like boshlasan. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, lokatsiyani o'zgartirdik. Qarab turganingizdek, poliyadan biza do'stlar bugun oddiy video bo'lmaydi. Hasan Shotda. Do'stlar, bugun futbol o'ynaymiz. Do'stlar, bugun oddiy futbol bo'lmaydi, bugun challenge'li futbol bo'ladi. Bo'lmasa gap cho'zib o'tirmaymiz. Like bosmaganlar addushi like bosib qo'yamiz. Kanalda obuna bo'lmaganlar albatta obuna bo'lamiz. Bo'lmasa videoni boshladik. Xo'sh do'stlar, Uzbanda komandasi Shotda. Va do'stlar, bugun hamma qiziqayotgandir. Bugun qanaqa o'yin bo'ladi? Futbol bo'ladimi deb. Yo'q do'stlar, bugun shtrafnoy udar bo'ladi. O'zbekchasiga nima edi? Xullas tushundinglar do'stlar. Lekin do'stlar, oddiy tepishlar bo'lmaydi. Lekin tepganligiga yarasha sovg'alar bo'ladi va ishtirokchilarimizni bitta-bitta ko'rsataman. Birinchi ishtirokchimiz Ded Hasan. Assalomu alaykum, sizlar. Ikkinchi ishtirokchimiz Baha. Va uchinchi ishtirokchimiz hech kim. Yo'q, qo'shlar. Bo'ldi. Hozir tushuntiraman qanaqa shartligini. Bular ham tushunishmaydi. Shunaqasi bular ham tushunib olishadi va boshlaymiz. Xo'sh do'stlar, mana ko'rayotganingizda do'stlar, maratada sovg'alarimiz bor. Bu yerda do'stlar, hamma menimcha tushundi do'stlar, lekin bitta tushuntirib o'taman. Har bitta ishtirokchimiz tepish kerak bo'ladi koptoni va kopto qaysi sovg'aga tegsa, o'sha ishtirokchi o'sha sovg'ani oladi. Lekin bitta narsani aytib qo'yaman, sovg'alar ichida shartlar ham bor. Uzbanda komandasi tushundinglarmi? Koptolarimizdan do'stlar ko'rayotganingizda kichkinadan kattagacha va do'stlar bu yerda rezinali kopto, voleybol koptosi va basketbol hamda oddiy koptolar ham bor. Har bitta raund ruletka bo'ladi. Qaysi koptochisi o'shanda tepishlik kerak bo'ladi. Do'stlar, challenge'imiz oson kechmaydi. Ko'rib turganingizda oyoq kiyim ham boshqacha. Kapchikadan tortib slansi, tufli hamda etik do'stlar va bu yerda oddiy krossovka ham bor. Buni ham ruletka hal qiladi do'stlar. Yog'ini o'yinda ko'rib olasizlar. Bo'lmasa, ketdik o'yinga. Xo'sh, Uzbanda tayyor hamma? Shartlarni tushunib oldinglar. 100%. Endi hozir birinchi raundda ruletka hal qilish kerak. Kopto, qanaqa koptoda va qanaqa oyoq kiyimda tepishinglarni. Lekin kim birinchi ruletka aylantiradi, o'shani hal qilish kerak. Don ziki. Har doyda oxiri. Ruletkani birinchi qo'shlar va ikkinchi ruletkani Baha, uchinchi ruletkani Hasan. Do'stlar, ko'rayotganingizda hamma oyoq kiyimda emas, uje naskida, uje ko'rayotganda o'na oyoq kiyim. Nima uchunsa o'sha kiyishlik kerak. Va birinchi ruletkani aylantiring tez qo'shlar. Nima kopto tushishini ko'ramiz qani. Nima ekan? Kichkina koptoda. Mana. Sizlar ham tepasizlar. Birinchi raundda mana shu kichkina koptoda hamma tepadi. Hammami? Mushkil. Bo'ldi, hamma tepadi, bo'ldi. Hop, oyoq kiyimchi. Endi oyoq kiyimmi tanlaydi? Davay, osing. Mana nimada tepasizlar? Krossovka, oyoq kiyim, krossovka. Kichkina koptoda qanaqa tepishadi? Ko'ramiz. Do'stlar, bitta narsani aytishingizdan chiqdi. Har bitta raundda faqatgina oddiy tepilmaydi. Hozir birinchi raund faqat oddiy tepish, keyingi raundlarda o'zgaradi qanaqa tepishinglar. Qanaqa do'stmi? O'sha raund kelsa ko'rasiz. Birinchi raund to'xtanglar. Birinchi raund 10 oyoqda tepish. Ketdi. Yaxshi bo'l oyoqda. Shunday chalinganda. Tegdi. Hisob. Oching, tez oching. Oching, qani. Вот qani. Ye qog'oz. Oy. Shartmi deyman? Shartmi? Qani nima ko'rsating kameraga. Kimga shart tushsa o'sha odam ot machosiga turadi va qolgan ishtirokchilar kopto bilan tepish kerak bo'ladi. Yazingchi. Jo'pa. Kim birinchi? Men kanishni. Davay, ketdi, tez. Bittadanmi? Davay. No. Siz bilarsiz. Kas o'yligini. Davay, poylatda ish ochilmasdan. Nope. Shartdan qutuldilar. Tabriklaymiz, omadingiz bor ekan. Ha, omadlilar, yaxshi. Bo'ldi, kimga gali? Sig'adim ishqilib. Sharmanda.
Давай, давай. Oo, tabrik. Давай, oching, boring. Ala, go. Nima ekan? Oo. Qo'tlash. Yana qog'oz bor, qog'oz. Nima ekan? Shar. Qo'tlash plus sham. Asli yeb turib yedirmoqsizlar deydi, to'g'rimi? Shunaqasi ham bo'lib turadi. Sovuq olib shartdan bajarish mumkin. Tayyormisiz? Hamma tayyormi? Tayyormisiz. Let's go! Uy! Kallaga bo'ylatdi. Ketdi, qo'shar. Hasanning gali tepishishi tayyormisan? Tayyor. Ketdi. Hozir do'stlar, birinchi raundimizni o'z nihoyasiga yetdi. Ikkinchi raund do'stlar, ikkinchi raundda chap oyoqda tepish bo'ladi. Ko'ramiz. Bo'ldi. Kichkina koptok bilan krossovkani olib tashlaymiz endi ruletkamizda. Endi kimiga ruletka aylantirish? Bahani gali, bahani. Davay bahani. Bosing. Cho'chiming. Ana, mo'chara. Futbol? Yaxshi. Ikkinchi raundimizni futbol koptogida tepiladi. Endi oyoq kiyim tanlaymiz. Islansini tepsanglar. Ey, yarim soat qoldi o'zi tezlashinglar. Keyf deydi bular. Xullas do'stlar, ikkinchi raundimizni futbol koptosi va tuflida tepiladi. Ko'ramiz, qani nima bo'lar ekan. Ikkinchi raundimizda chap oyoqda tepiladi, o'ng oyoqda emas. Lekin Ronaldo tepib oladi chap oyoqda. Tayyormisiz? Keftimi? Tayyormisiz, Baxi? Ketdi. Oyoqlar oldi. Davay. Sekin. Qani. So'g'ingizni oling, so'g'i. Ta yer tashin xalqqa o'xshab. Sekin. Yana ham ochiladi. Davay, qani. Xitoydagi yemasini. Do'stlar, 100 ming so'm. Ey, yana bitta narsani eslatib o'taman. Bu yerda 1 million so'm bor. Hozir 100 ming so'm oldilar, yana 900 ming bor. Ha, bo'lingan 1 million. Ha, bo'ldi. Bu intrigalar bo'lyapti. Endi boj etib qo'ysam ham yo'q olib ketardi. Endi hozir pul chiqqani uchun etib qo'yaman. Ketdi. Yo'q, Boqsana. Omad qichki bor. Уже keyingisi nima qiladi ofoqsin bilan. Buloq tepsa. Ha, keyin. Tayyormisiz? Nima qildi? Tepdingiz o'zi. Keyf deydi bular. Ha, baholarni qaranglar, Xo'sh, 3-raundimizga yetib keldik. 3-raundimiz endi 10 marta aylanib, keyin tepiladi. 10 marta? Ha. Kopton atrofida. Mana ko'rsatib beraman. Yo'q, mana ko'rsatib beraman. Qo'linglarni bundoq qilasizlar, bundoq aylanasizlar. 10 marta. Keyin tepasizlar. Bo'ldi. Kim tanlaydi ruletka? Mana. Davay. Kopto. 3 ta koptoyimiz qoldi. Qani. Voleybol. Normalniy. Voleybol. Normalniy. Voleybolda tepiladi. Qaysi oyoq kiyimda tepamiz? Mana sizlarga slansi yo'q. Qani? Slansi, do'stlar. Naskida charka. Oyoq kiyim slansi bo'ldi, voleybol koptosini tepishadi. Ko'ramiz qani nima bo'ladi. Bo'ldi? Ha. 1 2 3 4 5 ayla 6 7 8 9 10 bo'ldi. Sırası tep. Sıra. O'zingiz ko'ramiz mana. Qo'shar tayyormisiz? 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 Ketdi. Oy! O'rtoqlar ko'rdinglar, 2 ta kilolarga tepishib olmadi. Agar men hozir aylanib tep bera olsam, edit qo'rasizlar. Tayyorlaning-da. Egilishman bir xunu lekin aytib qo'ying. Hammada xurib bo'ldi hozir. Yo'q, o'yin baland. Ketdi. 1 2 3 4 Voy bular. Besh. Nima 6 Ovoz eho eshitiladi. 7 8 9 10 Voy bular. Temas. Temay ovozlar shu. Voy, sal qoldi. Edit bo'ldi. Edit qaranglar. Easy bo'ladi deyishdi o'zigacha. Hech kim teba olmayapti. Nice. O'xsham aylanar ekan, ha? Xo'sh, 4-raundimizga yetib keldik. 4-raundimizda bitta ko'zni tepish kerak bo'ladi. Kimga tanlash ruletkani? Ko'zim olib turaymi ekan? Xo'sh, qaysi koptoni tepamizni ko'ramiz. Ikkita kopton qoldi. Basketbol, keyin rezinkali kopton. Yo'q, Rezinka. Yo'q, basketbol. Yo'q, teng. Rezinka. Rezinka. Endi qaysi oki tapchika ketdi. Davay, ketdi. Bosing. Mana ko'ramiz tapchika. Yetdi. Rezinka. Vay, kef demay bo'ladi hozir. Ular do'stlar, rezinkali etikda kichkina rezinkali koptonni tepishlik kerak bo'ladi. Bitta ko'zda do'stlar. Hamma chesti bo'lsa, bitta ko'zinglarni yumasizlar, tepasizlar. Cho'zza tanga. Davay. Davay. Bitta anaqa bo'lsa, opoqisini tepib olmayapsiz-ku. Keling. Qaribsa vallah. Sal yaqinroq qilamiz yana. Где-то 5 metr surdik. Mashdan tepasizlar. Bitta ko'z yumilgan holatda. Tayyormisiz? Ketdi. To'xta. Qo'limni qo'yib. Qadar qoldi. Nope. Bunga lekin ko'zi beksa foydasi yo'q ba'zi. O'zida ko'zingizdan tepib olmayapsiz-ku. Botir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat. Sotir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat. Day, ketdi. Ha, Ko'z, bitta ko'z yumamiz. mana. Mana bu Davay, yo'q. sniper. Nope. Ya ko'rib turibman, mana bu tagi bo'pti, yo. Keftemi. Kimga hali? Hasanimi? Davay, etin kiyamiz. Shu noqilya. Qachon bitta teping tez opoq. Shi deyapti bor. Ko'zni yum. Turish. Nope. Sal qoldi. Yuzi. Taksiga. Do'stlar, oxirgi raund, 5-raund keldik. 5-raundimizda basketbol koptogi bilan tapchikamiz qoldi. Endi ko'ramiz hozir. Sal yaqinroq olib kelamiz. Ana chizuvdan tepasida, lekin ikkita ko'zingizni yumish kerak. Nima bu intriga? Ikkita ko'zni yumgan holatda o'sha yerdan tepish kerak bo'ladi. Sal endi shart osonlashtirish uchun paloska. Mana shu chizuvdan tepasida olib kelinglar. Mana bunaqa bo'ladi. Tushuntiraman. Kelasizlar. Mana bunday to'xtagandan keyin bo'ldi. Определённый ko'rib bitta yumasizlar bo'ldi. Doim tepisa. Jazolash ketmaysizmi? Mana turasiz, bo'ldi. Ko'rib olasiz, qattiq turgani, bo'ldi, yumasiz ko'zingizni. Qochinglar, xalaqit qilmanglar. Ko'r odamni alaqasini hurmatini qilinglar. Ey, koptoni ko'rmadingizmi? Ko'rib oldim. Noqilib. Ey, işte. Ha. Tepi, ha, to'g'ri turibsiz. Tepi.
Ya ikkitasi. Mana ham sizniki, kattasi sizniki. Sekin, qani. Mana lampdan yechi, yana lampdan. Mana. Qani, davay. Davay baqa. Nima? Bitta shans. Yana tepala. Bitta shans degani yana bitta tepishlari mumkin. Bo'ldi, yana xuddi shunaqa tepasiz. Joyingizni toping, joyingizni topib qo'yingizni yumib olasiz. Men joyimni topdim. Bo'ldi. Qo'yingizni yuming. Bo'ldi. Bo'lmasa, ketdi. Tegdi-yu, tushirib yubordim. Yo'q, skochga tegdi. Nope. Mamta skochga tegdi, уже skoch tushirib yubordi. Bilmadim endi. Mayli, hop. Shuncha odam priz emas. Chegirma qilib berdik. Chek. Mayli. Hech bo'lmasa mana hech bo'lmasa. Ancha-muncha sovuq qolib ketayotgani uchun davay. Mayli, oching. Qarindoshim bo'ladi. Onalarga ukalari deyman. Jiya. Ja. Tezda shans. Och qo'limni ol. Yo'q, mana bunaqa skochlangan. Jiyanni o'ylayaptilar. Yo'q, mana. Mana. To'g'ri yo'q. Davay. Sovug'ingizni oching. Tabriklaymiz-da, kimga gali? Mana. Shalala. Qaysi bir normalniy torchi? Darjonish. O'z bilinib turibdi, kichkinalari normalniylik. Albatta, shazasi ish qiladi. O'z bitta shans bor edi o'zi. O'shani oldilar. Day, tayyorlan. Day, bitta joyga turib olib tayinlan. Mana bunaqa. 1, 2. Bo'ldi. 1, 2. O'zingni yum. Ketdi. Nope. Mo'shni tepgan ekanman. O'shani ber endi. Davay. Bo'l, jimamiz. Day, qo'shlar qanaqa taktik hozir? Qadam orqaga ko'zimni yumib tashlayman. Hisoblab. Top olishni qopdi ular. Hisoblab. Bo'pti, To'g'risi turibman. Tash, o'zingizga qulay qoling. Ha, to'g'risi. Ko'zingizni yumas. Bo'ldimi? Ko'zni yuming. Bo'lmasa voy. Davay, tepamiz. Voy, to'g'ri berganlar. Nope. Endi sizga mana bo'ldi, to'xtanglar, kelinglar. Mana men sizga master klass ko'rsataman. Master klass. Qaranglar. Endi ko'ramiz so'g'anmi? O'zing so'g'at. O'zimga o'zi so'g'a. Kizmi. Mana master klass ko'rsataman. Ana sizga master klass do'stlar. Master klass ko'rsatdik. To'g'ri beringsi. Okay. Xo'sh do'stlar, mana ko'rganingizdek o'z nihoyasiga yetdi videomizda. Kim ko'p o'zi priz oldi, sizmi? Mayli, baxan tabriklab qo'yamiz. Keyingi safar mayli, yana qanaqa mana shu poliyada challenge bajaraylik, kommentariyada qoldiringlar va videomizga yoqqan bo'lsa, mana shu qilayotgan mehnatimizga bitta like emasdan bosib qo'yinglar va kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Adashamiz ham bo'lmasa keyingi videoda ko'rishguncha. Xayr.